shunaqa qilib olamiz. Endi qaranglar, mana shunaqa o'tkazib olamiz. Mana shuni ko'rib oldinglar. Faqat shunaqa o'z holicha turish kerak. Hech qayerga tortmaysizlar, hech qayerga tushirmaysizlar. Endi qaranglar. Sizlar. Endi mana biseri mana bu joydan buni betga surtiramiz. Mana biseri mana shu joydan, men sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman, qaranglar. Mana biseri mana shu joydan, mana shu joydan o'tkazib olamiz. Ninamizni sizlarga ko'rinmasligi mumkin, shuning uchun bu joyga qo'yib olaman. Qaranglar. Biseri mana bu joydan ninani o'tkazamiz. Mana tortilmasligi kerak, faqat qizlar o'z holicha turishi kerak. Mana shu joydan ninani o'tkazib olamiz va mana shu yerdan chiqazamiz. Xuddi shunaqa qilib, mana ko'rasizlarmi? Xuddi shunaqa qilib shakl hosil qilamiz. Buni yana qaytarib qattiq bo'lish uchun o'sha joyiga qaytarib qo'yib, buni chiqargan joyimizdan yana qaytarib chiqazib olamiz. Mana ko'rasizlarmi? Endi sizlarga yana bitta choq turini o'rgatmoqchiman.